asli ish. Qaysi ish? Ikkimizning ishimi yoki xizmatdishingiz ikkalarining ishimi? Ovozingizni yo'lbosdak chiqarib, vuduqmay so'zlang. Xizmatdishingiz bek bo'lsa shu sizni ishdan haydigizuydi. U mening xizmatdishim emas. To'g'ri, men uning xizmatdishi emas. Uning xizmatdishisi siz. Ikkimizga o'rlanishganmiz. Nima? Men xizmatdishim-a? Ya? O mening xizmatdishim emas. Unda xizmatdishingiz kim? Mening xizmatdishim mening xizmatdishim Olim. Oli. Nima? Oli. Lim tasmani qilmay, Mishel bu odamning gapini qiling a? Lim tasma emas, ling tasma. Lim bo'lamdi, ling bo'lamdi ish qilib, yo'q tasmalarning gapini qilmay, men aramizga ishni aniq ayring a? Amaliyotda mening xizmatdishimning kim ekanligi muhim emas. Undaqda muhimini so'zlang. To'g'ri. Qaysimizning muhim ekanligini so'zlang. Siz meni hech bir sababsiz tashlab o'tgan iliq kuni kecha bulishib ichib qarda uxlab qolibdimi? Ta'limga to'nglab qolmay uyg'onib ketdimi? Siz uyg'onsam ovozim juda inchik chiqamlab ketdi. Bu ish hayotim. Nima uchun bu o'rinda o'tirmiz? Albatta qisilvaganlar borda. Siz nima demoqchi? Erlar gap qilayotgan vaqtda gapini bo'lmang, adabsizlik bo'ldi. Yo'lbosdak so'zlang a? Shu kundan keyin umidsizlanib, bek tushkunlashib ketdim. Gerçi ikkimizning o'rtasida uncha cho'nqir hissiyat bo'lmasa-mu, shu kunlarda menga hech bo'lmasa umid nur berdingiz. Quyoshing deb biling meni. Nima? Uni qarda xult qo'yib ovozini danliq qilayotganman. Endi siz uni quyoshga qoldingizmi? Voy bo'pti, sizdan talashmayman. Siz quyosh bo'lavering. Lekin menchu uning tundagi tulum oyi. Aylarim, kunlarim. Bu ish sizlar o'ylagandek emas. Endi kim o'ylaganda qanday ish? Vuduqmay so'zlang. Bu yerda osmon o'rilib tushgidek ish yo'q. Amaliyotda her ish qilmam uchun muhim. Bu yer tul azma yavuyan bulan. Bu yerda azmisini izlayotgan o'g'il emas bu deyman. Sizga aytsam, balkim olimni o'zgarib, yaxshi bo'lib ketar. Nima? Siz olim bilamdingiz? Yaxshi bo'lib ketdi. Olimni siz birasi yomon dedimi? Uning faqat maydon bo'lmaganligi uchunla men uni yaratmaydim. Lekin u uchun nima bo'lmagan bilan meni kim ekanligimni e'tirof qila oladi. Meni qiz do'stim, loyig'im, kelgusiga bolamning onasi deyalaydi. U meni ota-onasi ham tanishtirgan. U uchun har qachon mendan faxrlandi. Faqat ishlar o'ngishli bo'lmaganligi uchunla mendan o'zini qochirgan. Sizchu hozirgacha kimni yaxshi ko'rdingizni bilmasangiz, ikki qiyiq tangdasab. Menma? Hey, to'xtang. Men bu bayqushni-chu sizga berdim. Xo'sh, qizchaq, baxtli bo'linglar. Mening oshqan tashqan meylim yo'q. Oshqan tashqan parattasning deb mening xali chichim bormi? Hey, to'xtang. Qiziq nima ekan bu? Bidam talish bog'liq qolmagan. Bidamda hech kim qolmagan.